Hozirda juda ham ko'pchilik bolalarga cherepnoy diagnozi qo'yilyapti. O'zi bu qanchalik to'g'ri? Bu kasallik o'zi qanaqa kasallik? Uni belgilari qanaqa? Haqiqatdan ham shu belgilar bolada bormi? Bu haqida bizga neurolog Rustam aka ma'lumot beradilar. Chaqaloqlarda cherepnoy, ya'ni kalla ichi bosimining oshish belgilari bolani o'zida ko'rganimizda asosan boshni kattaligi, birinchi navbatda boshni kattaligini ko'ramiz. Keyin bolalarda o'sha liqildoqlar, boshni yumshoq joyini normadan bo'rtib turganini ko'ramiz va uni pulsatsiya qilib, xuddi yurak urganga o'xshab pulsatsiya qilib urib turganini ko'ramiz. Bolani doimiy tinimsiz bir xil ohangdagi yig'lashini ko'ramiz. O'sha boshini orqaga tashlab yig'lashini ko'ramiz. Ko'zlariga e'tibor berganimizda ko'zlari ko'zini qorasini tepadan oqi ko'rinib turadi, dumalog'i, ya'ni grey face simptomi deymiz uni. Qo'llari, oyoqlari nisbatan qattiqlashgan bo'ladi. 10 yillik tajribaga ega mutaxassisdan fikrlarni eshitdinglar. Agar bolada shunaqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, bolani haqiqatdan ham shu diagnoziga ishonsa bo'ladi. Agar bunaqa belgilar bilan birga kelmayotgan bo'lsa, bolada bunaqa klinika bo'lmaydigan bo'lsa, faqatgina o'zi xulosasiga qarab bolada cherepnoy bor deyilmaydi.